Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Joninglar sog'mi? Xudo xolasa yo'lga chiqyapman. Ani bulutni qaranglar. Voy. Bulut ajoyib-ku. Bulutni qaranglar akalar. Xudo xolasa mana kechagi olib kelgan yukimni bo'shatdim akalar. Kecha olib kelganimni bo'shatdim. Hozir endi yana 8 ta mashina yuklagani shu Italiyani o'zidan Milan shahridan где-то mana 100 kilometr uzoqroqda bitta boshqa joy bor ekan, manzil bor ekan, o'sha yerga ketyapman akalar. Mashina probka yotibdi, mana qaranglar. Italyanskiy probkalar. Xudo xolasa telefonda sal pasaytirib qo'yaylikga yo'l berasizmi? Jannatim. Yo'l bering. Bas yo'l bergisi kelmayapti. Hoppa, avtobus yo'l beradimi? İtalyanslar bor-ku. Men hozir sizlarga gapiradigan gaplarim ko'p akalar. Xullas, mana kecha kech payt keldim Italiyaga, mana shu yerga yuk tushirgani keldim. Ertalab soat 8 da kirdim. Mana soatni qaranglar. Soat 4 bo'lyapti. Ochirit ko'p, mashinani olib kelib qo'yganman. Ko'rishmaydi. Haligi tezroq tekshirib bizni qaytarib yuborish kerak, bizni jo'natib yuborish kerak, tekshirishmayapti. Rosa kutdim. Hamma mana yerda bizni firmada ishlaydigan bolalar ham yuk olib kelgan ekan, hammasi kutib yotib, nervi qilib, asablar tugab bo'ldi. Ba'dam biz menejer yozyapti, qachon yukni bo'shatasan, qachon uni qilasan deb hammasini joy-joyiga qo'yib, xudo xolasa mana yo'lga chiqyapman akalar. 100 kilometr qolgan, soat 5 ta bekitadi. 100 kilometrga bunaqa probka bilan menimcha yetib bormasak kerak. Keyin kecha bir holat bo'ldi. Mana shu yuk bo'shatadigan joyimga yetmasimdan mashinani balonlari qisib to'xtab qoldi mashina. Mashina to'xtab qolib, hozir ham mana Samatara mashinasi bor. Mashina nakat bo'ladi, o'zini xodida yurmayapti. Mashinalarni qaranglar. Yam-yashil bo'lib ketibdi bu Italiya. Nakat qilmab. Xullas, zapravka qilgani kirdim. Ahamiyat berganim yo'qda, Persepda oxirgi balonda tutun chiqayotgan ekan, tutun. Mas dim короче bor-ku. Shuni anunga kesam boru, zapravkaga zapravchi kepkasini olib irg'itib, chiqib ket batdan haydayapti. Nima bo'ldi desam, Instagramga qo'ydim mana shu holatni. Kichkina video qilib oldim. Balon tutab ketyapti, hali zapravchilar haydayapti. Bor, yo'q albatta hozir zapravka yonib ketadi deb qo'rqma qilishgan. Keyin iloj yo'q, chiqib ketdim akalar. Chiqib ketib sal nariroqqa borib mashinani ichida kutib turdim. Balonlari sal sovidi, anu tutunlari sal qoldi. Tutunlar qolgandan keyin hoppa tutunlar yo'qolgandan keyin yana yurib keldim. Endi ozgina joy qoldi, ozgina masofa qoldi. Kelib yukimni bo'shatdim. Hozir mana ketyapman. Ustaxonaga borishim kerak. Balonni qisib qolgan. Samatara mashina bo'lib qolgan, majbur ketyapman. Endi 100 kilometr xolos. Xudo xolasa yetib borarmiz degan yaxshi niyatda ketyapman. Agar yo'lda bir to'xtab balonni ushab ko'raman, agar tutamayotgan bo'lsa, xudo xolasa ertaga ustaxonaga kiramizda. Agar tutab ketib bir narsalar bo'lsa, yo'lda qolaman. Iloji bo'lsa ertaga kiraman keyin. Milanga ketyapmiz, qaranglar. Milano shahri. Shunaqa gaplar akalar. Ammo like bosib, podpiska bosib, kommentariyalar yozib, podpiska qilyapsizlar. Hammalaringga addushi rahmat akalar. O'zi Instagramga asosiy meni ishim Instagramda edi. Instagramga videolar chiqarardim. Hozir Instagram qolib ketib, faqat YouTube'ga video olyapman akalar. YouTube'da hali Instagramga bir video olsam gaplarim ko'payib ketadi. Hali 3 minut, 2 minutdan ko'p bo'lib ketadi.
Instagramda faqat 1 minut 30 sekund video qo'yish kerak xolosda. Hali videoni kesib, hali orada gaplarimni kesib tashlashim xolos qiyinda video qo'yish. YouTube'da xollagancha gapiraman. Xollagancha hali vaqti chegaralanmagan-ku YouTube'da. Naborot video qancha uzun bo'lsa shuncha yaxshi. MacBookda sekin mana MacBookimizda M4 bu M4 Max degani, xudo xolasa buni ham sekin ishlab voy ana manzarani qaranglar. Ikki tomon ham yaxshi. Italiyani yo'lini qaranglarda o'zlari ahamiyat beringlar. Fransiyada boshqacha yo'l, Italiyada yo'llari boshqacha. Qaranglar. Yo'llari farqi bor. Yo'llari mana masalan Italiyada ham xuddi tekizga o'xshab ko'rinyapti, lekin ana tekiz yo'lda bor-ku, daqqillatib onunga uradi bor-ku, chuqurga uradi, orada. Dang aytib chuqurga tushadi, miya hali siljib ketadi o'rnidan. Italiyani yo'li ham tekiz u chuqurlari ko'p. Fransiya ham shunaqa. Eng hali tekizi Gollandiya bilan anunda Shveysariyada eng tekiz yo'l. Umuman ular chuqur yo'l. Mana aytam yo'l ham tekizga o'xshab ko'rinyapti aslida. Aslida tekizga o'xshab ko'rinadi, lekin jiddiy yursalaring ozgina yurgandan keyin daqqillatib chuqurga uradi, miya hali qatig'i chiqib ketadi. Shuning uchun mayli Xudoga shukr, nima bo'lganda ham o'zimizni yo'llarda ancha zo'r, yaxshi. Prosta bunisiga Xudoga shukr qilib, chiroyli. Hali bismillahda aytib, basmala dedi, bismillahda aytib yurishimiz kerak bo'ldi, Xudo xolasa. Shukr qilish kerak. Yaxshi, yo'l ham yaxshi, kayfiyat ham yaxshi. Hozir endi bo'shatib chiqdim, Xudo xolasa Italiyaga ketaman. Borib 8 ta mashina bergan, 8 ta mashinani yuklab ertaga bu videoni ham qo'yaman. Kuzatib boringlar, akalar, iloji bo'lsa laykni jalka qilmanglar, onasini hamsa. Hali ko'ryapti, tashlashcha bitta laykni bosib qo'yinglar, akalar. Kuzatib borsangiz ertaga Xudo xolasa 8 ta mashinani yuklab Germaniyaga tushiramiz. Germaniyada ertaga yuklasam agar mabodo 2 kunda Germaniyaga yetib boraman. Chunki tog'li zona-ku, Italiya. Tog'li zonalardan o'tib borish kerak. Xudo xolasa harakat qilamiz. Bu joylarga ham borib videoga olishga. Akalar, keyin mana shu furachilar bo'lsa oramizda, agar furachilar bo'lmasa, furachi tanishlaringga shu videoni jo'natib qo'yinglar. Haligi Telegramda logistik gruppalardan yuk qidirib yurishadi-yu. Hali Samarqand, Toshkent, Farg'ona, boshqa joy o'sha yuk qidirib yurishadi, akalar, qiynalib yurishadi. Platforma bor. Yo logistik degan bitta logistik anaqa bor, platforma. Kirib turib, xohlagandek yuk topasizlar. O'zlaring работодательdan yuk olasizlar-da, tushunaymi? Oradan kimdir tushib, menga palon so'm bergin deb sizlardan ustlaringdan pul yemaydi. Primoy yuk beruvchi bilan gaplashasizlar. Mana tunnelga kirib kelyapmiz. Qanaqa qilib kirishni men hozir sizlarga o'rgataman. Yana bitta akalar. Hozir mana Instagramga kiramiz. Xo'p. Mana sizlarga yana bir qator o'rgatib ketay, akalar. Mana yo'l logistik mana bu platforma bor. Qaranglar. Mana bu yo'l logistikka bosasizlar, akalar. Yo'l logistikka bossalaring, mana o'sha yuklar chiqib keladi, qaranglar. Yuk beruvchidan Rossiyadan Toshkentga yuk bor deyapti mana. Qaranglar. Polni yuklar mana O'zbekiston, Toshkent, Qoraqalpog'istonga yuk bor ekan. Imayatda yana boshqa yuklar bor. Xohlagandek Samarqand, Olmaota, Qozog'iston, ular xohlagan joylaringga yuk topsalaring bo'ladi. Kirib mashinalaringni registratsiya qilsalaring ham bo'ladi, akalar. Zo'r platforma, akalar, kirib использовать qilsalaring, xullas zo'r narsa, akalar, ishoninglar. Telegramdan voydod endi nima qilay deb
qiynalib bitta yukni 85 ta gruppaga tashlagan. Men ana shu Isuzuchi, Furachi tanishlarim borda O'zbekistonda. Tunmasdan ting SMS keladi. Oy, kim yozyapti desam, "Ya, gruppada keldi" deydi. Hali gruppalarda a'zo bo'lgan yuklar tinmasdan tarang kirib turib, haliganda yuk so'rasa, "Ha, o'sha yukni olishdi" deb qo'yapti. Shuning uchun kimdir talashadi yukni, shunaqa mijg'ov sistema. Bu mana shu yo'l logistika kirsalar, inshaalloh primoy работодательdan olasizlar akalar. Inshaalloh yaxshi platforma lekin. Xudo xolasa, mana mamta boshqa firma ketyapti, Hegelman. O'zim ham shu masala haqida aytmoqchi edim. Akalar, bizning firma bilasizlar, men bundan oldingi videolarda aytganman, 130 yevrodan pul to'laydi. Firmamiz 110 yevro ikkinchi kategoriya, 100 yevro uchinchi kategoriya, 130 yevro birinchi kategoriya pul to'laydi. Xullas, yaqinda firmani alishtirib, yo nima qilay deb shu boshim qatigan. Boshqa firmaga hozir oformit qiladigan bo'lsam, oyligi 140 yevro bo'lishi mumkin, lekin 2 oy vaqt talab qiladi. 2 oy kutish kerak bo'ladi haligi performit bo'lishi uchun. O'shaning uchun rosa o'ylanib turibman akalar. Boshqa firmaga o'taymi yo shu yerda ozroq bo'lsa ham ishlab yuraymi? Nima maslahat berasizlar akalar? Quyosh ham chiqib, atmosfera zo'r ko'rinishga keldi akalar. Mana ko'rinishni. Osmonda nur ko'rinyapti-da, bir ajoyib bo'lib. Hozir zapravkaga kirib, bit oynalarni yuvmasam, oynalar rosa kirib bo'lib ketibdi. Hozir ichlaringda so'kinmaydi. Hozir kirib bo'lsa, bitta oynani cho'tki qilib yuvib qo'yamiz akalar. Xullas, mana shunaqa bir maslahat beringlar akalar. 110 yevro, 100 yevroga mana shu firmada ishlab yuraymi yoki boshqa firmaga o'tib 130 yevro, 140 yevro oylik beradi, lekin boshqa firmaga o'tishim uchun 2 oy vaqt ketadi. Keyin 200-300 dollar hali boshqa firmaga o'tish uchun to'lovi bor. Migratsiya to'lovi bor. O'shancha pul to'lab boshqa firmaga o'tish kerak bo'ladi. Yana boshqatdan ishni boshlab, xuddi hali qiyin-da. Agar oson bo'lganda xuddi men Temur akani mashinasini minmayman, anaqani mashinasini minaman. Bo'pti bo'lmasam deb hali oson telefonda hal qilib qo'yadigan narsa emas, qiyin. Shuning uchun o'ylanib yuradi odamlar, tez firma alishtirmaydi. O'zim ham siqilib qoldim, chunki oxirgi payt mana shu 2 yil ichida 4 marta firma almashtirdim. Birortasi bir pichoqqa sop bo'lmadi. Bunisiga o'taman, mashina yo'q, bunisiga o'taman, oylik bas, bunisi bunaqa, bunisi bunaqa. Butun hali xitrashopa bo'yotibdi, bir sop bo'ladigan firma topilmayapti akalar. Tunnelning ichiga kirdik. Opa, oyna kirligi bilinadi-da, tunnelning ichiga kirsak. Xudo xolasa sizlar duo qilib tursalar, akalar. O'tamiz boshqa firmaga, agar iloji bo'lsa, agar bo'lmasa yana vaqt ko'rsatadi. Inshaalloh videolarda akalar har kuni ko'rib tursalar, inshaalloh harakat qilyapman har kuni video qo'yishga maksimalni. Har kuni harakat qilaman, bir yaxshi informatsiya berishga harakat qilaman akalar. Чтобы odamlar shunchaki ko'rib, mana murdam bor, mana skeletim birovga kerak emasda informatsiya yoki tabiatda qaysidir plus minus, mana shu Yevropada kelib ishlashda plus minusi yoki tabiat manzarani ko'rasizlar yoki oylik. Xullas, har doim ma'lumot beraman. Bugungi ma'lumot kelib kutyapmiz. Italiyada juda xarakterlari og'ir akalar, ishlash qiyin. Italyanslar bilan ishlash qiyin. Xud shtorkada bo'ladimi, avtovozda bo'ladimi, nimada kesalaring ham baribir ish qiyin. Mana shu Yevropada ishlab, Italiyada ishlab ketish qiyin. Xarakterlari og'irda, jazolab qo'yishadi akalar. Akalar, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar, maksimalni like bosib, padeshga qilib akalar.
jonlaringiz sog' bo'lsin, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Gaplashamiz.